Assalomu alaykum. Bugun Xudo xohlasa part 2 ni ko'ramiz. Reading part 2. Eng oson part menimcha shu butun multi-level ichida desak ham bo'ladi. Chunki listeningni part 1 da ham ba'zida chalkashishlar bo'ladi. Ikkita javob to'g'ri bo'lib qoladi deydi. Lekin part 2 o'ta ham oson agar siz e'tibor berib ishlasangiz. Lekin e'tibor bermasdan ishlasangiz, bittasi ketsa, hammasi ketadi. Endi sizga qarang, bitta narsani aytaman. Part 2 da sizga 8 ta savol beriladi-da. Bu 8 ta savolga siz to'g'ri javob bersangiz, уже sizga B1 naqd degani. Qolgan partlarni ham master qilsangiz, keyin C1 bo'ladi. Mana u lekin sizga anchagina ball beradi. B1 bilan B2 ni orasini ham hal qilib beradi-da. Shundan 8 tadan 5 ta topishni o'rniga 8 tadan 8 ta topib qo'ying. Вообще zo'r bo'ladi. Masalan, part 5 larda bitta yoki ikkita xato qilsangiz, mayli, 75 chiqolmaydi. Lekin buni xato qilmang. Birinchidan bu ko'p ball beradi deyman. Ikkinchidan bittasi xato ketsa, qolgan hammasi xato ketib qoladi. Shunga e'tiborimizni qaratishimiz kerak. Demak, buni qanaqa qilib ishlaymiz? Time managementga ham albatta qaragan holatda ishlash kerak, chunki ketib qolsa bo'lmaydi deyapman-ku. Vaqtingiz ketib qolsa, qolgan partlarga ulgurmaysiz, xato ketib qolsangiz, hammasi chalkashib ketadi, yana qayta boshida o'qib ketgunizcha yana vaqtingiz ketadi, lekin уже chalkashib ketgan bo'lasiz. Hamma narsa minusga ketib qoladi. Shuning uchun focused holatda ishlashimiz kerak. Diqqatimiz jamlangan deydimi? Shunaqa bo'lishi kerak. Buni ishlash juda ham oson. Endi men highlight qilaman. Siz tagiga chizib ketsangiz bo'ladi, chunki multi level imtihonda sizga ruchka beriladi-da. Nima berilmaydi? Highlight qilish uchun hech nima berilmaydi. So, birinchi o'rinda mana harflarni ko'rib chiqasiz, xo'p? Birinchi sizga berilgan harflarni mana ko'pgina harf beriladi-da. Oy, chizilmadimi? Chizilmayapti. Hozir sizga chizib beraman baribir. Mana A dan J gacha harf berildi. Shularni ko'rib chiqasiz. Ko'rib chiqqanda qanaqa ko'rib chiqamiz? A da nima aytyapti? A friend wants to spend a holiday learning to handle a small boat. Ya'ni do'stimiz nima qilishni xohlaydi? Holidayda boatni handle qilishni, ya'ni haydash demaydi, nima deydi? Qayiqni handle qilishni o'rganmoqchi. Qayiqda suzishni deydimi? Shunaqa narsani o'rganmoqchi. Siz keywords olasiz. Birinchi o'rinda focused bo'lamiz ekan, keyin keywords olamiz. Keywords max 3 ta bo'lsin. Yetadi. Har bitta so'z sizga keyword bo'lmaydi. Nimada aytdim-ku, part 1 da. Go'shtli narsa bo'lishi kerak deb. Bunda ham xuddi shunaqa go'shtli. Mana friend degan joyi qiziq emas. Do'stingiz, oila a'zoyingiz, o'rtog'ingiz degan joylar qiziq emas. Nima qilmoqchi? Bizda nima ma'no chiqyapti? Suzishni o'rganmoqchi ekan. Qayiqda suzishni o'rganmoqchi ekan. Boat. Hammasini xuddi shunaqa belgilab ketamiz. Bu quizga tashlanishi uchun. Demak, holidayda handle qilmoqchi boatni. B. Your friend can cook deb pishirishni biladi. Looking for a job in an English pub. Ya'ni bizni do'stimiz oshpaz ekan, unga qanaqa job kerak? English pubda job kerak. Ya'ni ingliz qovoqxonasi deydi. Mana bo'ladi-ku, ularda qovoqxona demaydi endi hozirgi zamonda. Qisqasi shunaqa ichib o'tiradigan joylar bo'ladi-ku. Shunaqa ish qidiryapti. Men oshpazman, shu yerda men qovoqxonada ishlagim kelyapti deb qidiryapti. Mana buni ham oldik. C-da you are looking for a quiet hotel. Endi sizga nima kerak? Tinchgina bitta joy kerak. Siz nima qilmoqchisiz u yerda? Training seminar. Seminar o'tkazmoqchisiz. Trainingni tushunamiz, to'g'rimi? Tinch bo'lsin. Haligi seminarlar o'tkazish uchun mos bo'lsin ekan. D-da you are looking for a hotel and the hotel kerak yana. Nima uchun romantic weekend kerak sizga? Haftani oxiri, buni ham hisobga olib qo'ying. Hafta kuni emas, haftani oxirida ekan. Shanba, yakshanba kuni siz romantik qandaydir kecha qilmoqchisiz partneringiz bilan. O'shanga hotel kerak ekan. Romantic weekend uchun. Bu ham mana ABC da romantik degan joy yo'q edi, to'g'rimi? Bu D dagi romantik degani biz uchun keyword bo'lyapti, ajratib turibdi. You have been asked to find a hotel and siz hotelni topishingiz kerak ekan. Sizdan shu narsa so'ralibdi. With facilities for large meetings and dinners. Endi sizga yana hotel kerak. Mana Cda hotel kerak edi. Bunda nima edi? Tinch kerak edi. Seminarlar uchun. Yana bitta hotelni aytdi, romantik kecha uchun. Endi sizda hotel aytyapti. Large meetings, dinners. Kattagina mitinglar qilasiz ekan. Kechki ovqatlar bo'lar ekan, shu uchun kerak ekan. Katta deyapti. Tushunyapsizlar-a? 100 ta 200 ta odam bo'ladi shekilli-da. F.
You have a lot of experience in the catering business. Catering business. Mana, siz tushunmadingiz shuni. Shunaqa so'zlar ba'zida chalkashtirib qo'yadi odamni, chunki shusiz topa olmaysizda. Part 2da doim qarab qo'ying. Recreation facilities degan narsa ko'p chiqadi, catering business ko'p chiqadi. Shularga qarang misol. Demak, sizni catering biznesda tajribangiz bor. Siz yordam bermoqchisiz English hotelga. Okay. Birorta ingliz hoteliga borib catering biznes qilmoqchisiz. Endi qarang, men sizga catering biznes nima ekanini ko'rsataman. Men shunaqa qilaman. Men rasmlardan ko'raman, nimadirlardan. Hozir sizlar uchun qidiruvdim buni. Catering business. Shunday yozasiz. Mana. O'zi catering desa nima chiqar ekan biznesini yozmasdan? Providing food services. O'zi nima chiqdi-ku? Shundoq keladi, siz pulni berasiz, polniy uylaringizni hamma joyini bezab, ovqatlarni qilib, carvinglarigacha, даже idishlarigacha yuvib ketadi-ku. Mana imijga o'tsa, rasmlarga o'tsa, xuddi shuni ko'rsatadi. Qanaqa biznes ekan? Siz xuddi shunaqa servisni taklif qilasiz ekan, mana ovqatlarni ta'minlab berasiz. Xuddi shu narsa. Demak, tushundik, catering biznes ovqat ta'minlaydigan biznes ekan. Siz shu sohada ishlagansiz. Masalan, Moskvaga borib tajriba orttirib kelgansiz. U yerda siz qaysidir hotelda nimadir bilan ishlagansiz, o'sha ovqatlarni bezash bo'yicha yoki birorta restoranda ishlagansiz, qaragansizda u bezaklarga dedim. Demak, sizniki shu catering biznes. Esingizda qolsin mana. Siz uchun yangilik. Jida, you want to run a restaurant and expect a high salary. Endi siz run qilmoqchisiz, yugurmoqchisiz emas bu. Yuritmoqchisiz. Restoranni yuritmoqchisiz. Menejer bo'lasizmi, kimdir bo'lib yuritmoqchisiz. Sizga high salary kerak. Kutyapsiz-da, chunki endi restoranni yuritib berganingizdan keyin ko'p oylik to'lash kerak. Yuqori maosh kutyapsiz. You want to spend your holiday in the sea. Endi dengiz. Mana joylarda hech qaysi birida dengiz yo'q edi. Bunda dengiz chiqdi. Endi siz dengizda o'tkazmoqchisiz holidayingizni. You are a cook and are looking for a job with accommodation in a small hotel. Cook-sizsiz. Cook degani odamlar bu oshpaz degani. Cook oshpaz. Oshpaz. Ko'pchilik adashtiradi. Cooker desa keyin oshpaz deb o'ylaydi. Chunki worker, teacher shundan olishmagan. Lekin cooker bu pishiradigan narsangiz. Siz oshpazsiz, lekin ovqatingizni siz pishirasizmi? Yo'q. Duxovka pishirishi mumkin yoki yana nimadir pishirib berishi mumkin. Gaz plitali pishirib beradi-ku odatda. Shu narsalar cooker pishirib beradigan narsada bu. Siz emas. Mana, buni ham rasmini bir qator ko'rsangiz sizda qoladi. Cooker gaz plita deydi adashmasam buni. Cooker. Rasmga o'tamiz. Mana, gaz plita. Okay? Bu oshpaz emas. Cooker pishirib beradigan narsa. Buni ham tushundim menimcha. Buni o'chirib turing. Oy. Ana. Biz oshpaz ekanmiz. Endi bizga ish kerak. Ish qanaqa bo'lsin? Accommodation bilan bo'lsin. Mana. Kichkinagina hotelda turadigan accommodation. Endi accommodation bu turar joy. Ya'ni turasiz-ku, to'g'rimi? Ishlaganingizdan keyin, masalan, siz boshqa viloyatga borib ishlasangiz, albatta siz biror joyda turishingiz kerak. Shu accommodation deyiladi. Bu so'z ham rosa ko'p keladi. Yodlab oling, turar joy. Ya'ni siz kichkinagina hotelda qoladigan bo'ling. Men oshpazman, menga ish kerak, lekin menga yotog'i bilan kerak. Yotadigan joyi ham bo'lsin, o'sha kichkinaroq hotelda deyapti ekan. Endi Jada, you and your partner are looking for catering jobs where you can live together in one place. Endi sizni partneringiz ham bor. Ikkita odamsizda, ya'ni. Mana, ikkita. Siz nima qidiryapsiz? Catering job. Cateringni hozir tushuntirdim. O'sha ovqatlarni ta'minlab beradigan odam xizmat. Catering job look for qidiryapsiz. Siz live together. Birga yashamoqchisiz bitta joyda. Voy, meni xonadoshim ham bo'ladi-da, biz ikkitamiz-da, deyapti ekan. Buni yaxshilab tushunib oldingiz. Mana qaraganingizda o'zingizga o'zingiz tahlil qildingizda tushunasiz nimalar olganingiz. Ha, mana uni bunaqa qilaman, ha, mana uni bunaqa ekan. Hammasini o'zi mana highlighted wordsga qarab topib olasiz. Siz har bittasini qayta-qayta o'qib chiqa olmaysizda. O'shuning uchun
vaqtingiz ko'p ketib qoladi, keyin chalkashib ketasiz. Mana highlight qilish o'zga o'zi tushuntirish bo'ladi. Endi raqamlarga o'tamiz. Question 7 dan boshlab mana. Nima deyapti? Award winning 30 talik restoran ekan, 30 ta joyi bor ekan. Seafood mana yaxshigina dengiz taomlari bor ekan. Experience kerak ekan, nimadir kerak ekan, restoranni menejeri kerak ekan. Keyin excellent salary, puli ham zo'r deyapti. Endi elektronik emaillarni beryapti. So, bunda nima tushadi? Bizda ko'z yugurtiradigan narsalarimiz. Endi bu yerda 3 ta so'zni oling demoqchi emasman. Bunda endi qaysilari ko'zga ilinsa, masalan, bitta narsani o'qib berib turib, davay endi so'zlab ber, nima haqida ekan deydi-ku, xuddi shunaqa. Siz o'zingizga tushuntirasiz. 30 tali restoran ekan, keyin dengiz taomlari bor ekan, restoran menejer kerak ekan, uni experience bo'lsin ekan va biz unga zo'r salary beramiz deyapti. Endi bizda nima bor edi? Menejer bo'lsa, restoranni manage qiladigan, boshqaradigan odam. Mana, shuni ko'z yugurtirasiz. Boat haqida yo'q, pub yo'q. Bunaqangi sekin ketmaysiz, просто ko'z yugurtirasiz, men sizga tushuntirib berayman. Seminar kerak emas, romantik kerak emas, katta mitinglar yo'q, catering business yo'q. Run a restaurant, expect high salary. Mana, shu bor edi. Siz ko'z yugurtirasiz, voy to'xta, kimdir mana shu yerda restoran yuritib high salary kutyapti deysiz, ko'z yugurtirib ketasiz. Mana unda ekan. deb turib faqat ma'no joylariga qaraysizda, shunisi zo'r, shunisi oson, o'tdayam oson. Oy, mana bo'ldi, G bo'lar ekan. Oldiga yozib qo'yaman men bunaqa qilib, G qilib. Ana. So, that's it. Topdik. Bitani G ni bu yoqdan o'chirib qo'ysak bo'ladi. Mana. Bir marta ishlatasizda chunki. Endi 8 yana nimadir hotel ekan, well maintained, yaxshi ekan. Close to the sea, dengizga yaqin ekan. Picturesque, zo'r bandargohi bor ekan. School bor ekan. Endi school ja shart emas bizga, hech qayerimizda school yo'q edi. Close to the sea. Mana dengizga yaqin degan joy bor ekan. Bizda qayerdadir dengiz so'ragandi. Bor edi. Mana H ni olsak bo'lar ekan. Sea. Chunki boshqa hech qaysi o'qiganimizga tushmaydi. Chunki sizni esingizda ham qoladi-da, o'qigan narsalaringiz. Mana. Second chef. Ikkinchi oshpaz qidirilayotgan. Pub ekan, ya'ni qovoqxona ekan, keyin restoran ekan. Bizga kerak ekan o'sha oshpaz kerak ekan, chef povar kerak ekan. Kamida 3 yillik tajribasi bo'lsin ekan. Men o'z tagiga chizmayotgandimmi? Bezyapti bunaqa qilib. Mana. Pub degan joy bor, chef bizga muhim. Kimdir qovoqxonada ishlamoqchi edi-ku. Mana uni o'chirib qo'yar endi. Mana, cookmi, oshpazmi, chef deb beryapti. Ish kerakmi? 3 yillik tajriba kerak deyapti. Demak, ish bermoqchi. English pub, bu yerda ham mana pub haqida ketdi. Demak, B ni ham o'chirsak bo'ladi. Bundoq qilib. Keyin bu yeriga albatta chizib qo'yamiz, chunki adashib ketamiz bo'lmasa. Tepaga chizsangiz adashib ketasiz. 10-si endi Highland Hotel. Swimming pool bor ekan. Mana, yozda ishlar ekan xolos. Keyin boat hire. Qayiqni ijaraga olsangiz bo'lar ekan. Keyin chiroyli countryside bor ekan, whisky tatib ko'ra olasiz ekan, seminarlar bor ekan kichik guruhlar uchun. Okay, seminar bor ekan kichik guruhlar uchun. Bizda kichik guruh degani mana large ga tushmaydi, to'g'rimi? Mana dagi large meeting ga tushmaydi. Bizda qaysiga tushadi? Boatni hire qilsangiz bo'lar ekan mana. Buni o'chiramiz. Ana. Endi 11 ga o'tadigan bo'lsa, White House Hotel ekan, luxury ekan, ya'ni luxurious nima deydi? Hashamatli deydimi? 87 ta bedroomi bor ekan. Keyin excellent ekan, zo'r ekan, konferensiyalar uchun, banketlar uchun. Endi qarang, conference qanaqa bo'ladi? Katta bo'ladi, to'g'rimi? Banket bu o'sha ovqatlar bilan qilib berishingiz, dinnerga tushadi. Endi bizda bor edi o'sha joy. Qaniydi? Large meeting, conference bo'lgandan keyin konferensiya hech qachon ikkita odam bilan bo'lmaydi. Dinners banketga tushyapti. Ni ham o'chirsak bo'laveradi. O'ta osonda bu, как crossword ishlaganda ishlaysiz. 12. Family run hotel, ya'ni oilaviy yurisharkan. Ular nima qidiryapti ekan? Chef kerak ekan, restoraniga kerak ekan. 40 tali kerak ekan. 40 tali ekan restorani.
yana nima deb yozib qo'yibdi? Hotel flat available, ya'ni hotelni o'zini turadigan kvartirasi bor ekan, ya'ni bir joyda tursangiz bo'lar ekan. Bizda bittasi bor edi, uy qidiryapti, to'g'rimi? Men ishlab beraman, и menga ishim bilan birga turar joy ham kerak degandi. Kim edi u? Mana, ay. Job qidiryaptimi? Ular job taklif qilyapti, to'g'rimi? Accommodation so'rayaptimi? Hotel flat bor deyapti, ya. Small hotelda accommodation so'radi. Qaysi harf ekan? Oy, HI. Ni oldik mana bunga. 13. 17 asrni castle saroy ekan, dining hall ekan, ovqatlanadigan bor ekan. Candle light deyapti, shamda yoritiladigan narsa ekan. For two deyapti, ya'ni 2 kishi uchun. Endi уже tushundingiz. Shamlarda yoritilyapti, 2 kishi uchun juda ham zo'r bo'lsa, bu romantik nimadirni taklif qilyapti. Bizda romantik nima bor edi? Romantik degan so'zni qidiramiz, xolos mana. Mana chiqdi, din. Bunga dinni olamiz ekan. O'ta sodda bu. Endi assistant manager. Menejer qidirishyapti. Tajribasi borini, self motivation. Ya'ni nima deydi? Tarjima qilolmayman. Qarang, boshdan tushuntirib beray. Previous experience bo'lsa, ya'ni oldindan tajribasi bo'lsa, hotelda yoki restoran sektorida. Bu muhim ekan. Agar sizni orzungiz bo'lsa yoki self motivated bo'lsangiz, shunga murojaat qiling deyapti. Buni qaysiga yozsak bo'ladi? Bu menimcha xatoroq yozilib qolganmi? Hozir A, B, C. Quiet hotel, umuman unaqa narsa kelmadi. F. Catering business, English hotelga yordam bersa deyapti. Tajriba kerak dedi-ya. Previous experience muhim deganda, mana bizda a lot of experience bor. Catering businessda English hotelga yordam bermoqchi. Mana, shuni olsa bo'lar ekan. Experience bor. Mana, hotel sektordami? Da. Xuddi shuni olsa bo'lar ekan.